Salom Joybox obunachilari, insiderlardan yig'gan qaynoq ma'lumotlarni hozir men siz bilan bo'lishmoqchiman. Demak, Samsung S25 misli ko'rilmagan texnologiyalarga qadam qo'ymoqda deyish xohlardimi, lekin bu aniq emas. Xavotirga o'rin yo'q. S25 da sizni hayron qoldiradigan ma'lumotlar ham bor. Samsung S25 ga pul yig'amizmi yo'qmi? U qanday texnologiya bilan bizni hayron qoldira oladi? Demak, shu haqida ma'lumot bo'ladi. Aytgancha, Joybox bilan hech qanday smartfon yoki elektronikaga pul yig'ish shart emas. Sababi unda 24 oylik muddatli to'lov mavjud. Shunchaki pasport va plastik kartangiz bilan kelasiz va xohlagan smartfon yoki texnikani bo'lib to'lashga olib ketishingiz mumkin. 2025-yilning yanvar oylarida Samsung bizga 3 turdagi smartfonni taqdim etadi. Ya'ni S25, S25 Plus va S25 Ultra. Xursand qiladigan tarafi, endi Samsung barcha S lineykalarida Snapdragon Elite protsessorlarini ishlatadi. Oldinlari S25 o'zida Exynos ishlatilardi, S25 Plusda Snapdragon. Ana endi kuchli protsessor bilan o'zingiz xohlagan o'yinlarni bemalol katta grafikalarda o'ynashingiz mumkin. Exynosda esa unchalik grafikani podдержка qilmas edi. Yana xursand qiladigan tarafi, ba'zida S25 Plusda ham 12 GB operativ xotira jihozlangan bo'ladi. Bu juda ham yaxshi degani. Sababi sun'iy intellekt ishlatiladi, One UI оболочкаning o'zi ham anchagina xotiradan joy oladi. Borib 32 GB operativ xotira qo'shib bersa, undan ham yaxshi bo'lgan bo'lardi. Hali S25 paydo bo'lishga ulgurmadi, lekin Geekbenchda uni testlarining natijalari chiqishi boshlandi. Mana bu yerda ko'rib olishingiz mumkin. Ana endi uzoq kutilgan S25 Ultra haqida gaplashamiz. Insider ma'lumotlariga ko'ra, bu smartfon dunyodagi eng ingichka ramkaga ega bo'ladigan flagman bo'lib ishlab chiqarilar ekan. Atigi ramkalarining qalinligi 0,2 mm. Solishtirish uchun iPhone 16 Pro 1,44 mm ramka bilan ishlab chiqarilgan. Bu degani S25 Ultrada umuman ramka deyarli ko'rinmaydi, qo'lingizda shuni ekranni ushlab turgandek bo'lasiz. Bu qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi? Buni ishlab chiqarilgandan keyin obzor qilib biz birgalikda siz bilan ko'ramiz. S25 lineykasida Sputnik bilan aloqa bo'ladi degan mishmishlar ham bor. Lekin bu faqat Xitoy va Koreya davlatlarida ishlaydi. Bizning davlatda esa ishlamasligi aniq. Qo'shimcha ma'lumotlarga ko'ra, Samsung prezentatsiyadan 1-2 oy o'tgandan keyin bizga S25 Slim smartfonni taqdim etadi. Buni qilishdan sabab hali chiqmagan iPhone 17 Air'ga konkurensiya qilish degani. Agar Samsung S25 Slim ishlab chiqariladigan bo'lsa, uni batareya quvvati kam bo'ladi degan fikrdaman. Sababi bunaqa ingichka smartfon ishlab chiqarilgandan keyin batareya hajmini nimadir qilib qisqartirish kerak yoki aytganimdek yangi texnologiya ishlab chiqariladigan bo'lsa, batareya hajmi o'sha qoladi yoki ko'proq bo'ladi. Ana endi eng qiziq joyi Samsung S25 lineykasi qanaqa ranglarda ishlab chiqariladi. Mana bu tablitsada ko'rishingiz mumkin. Bunday qilib Samsung S25 o'zi bizga 4 xil rangda taqdim etilar ekan. Samsung S25 Plus esa 5 xil rangda taqdim etiladi. Samsung S25 Ultra Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Grey hamda Titanium Silver ranglarda bizga taqdim etiladi. Ana endi Samsung taqdimotni qaysi sanaga belgilagani haqida gaplashamiz. Insider ma'lumotlariga ko'ra, Samsung 22-yanvar kuni taqdimotni rejalashtirgan. Bunga tayyorgarlik ham ko'rishni boshlagan. Bu taqdimotda bizga S25 yangi lineykasi, shunga qo'shib Galaxy Unpacked ham taqdim etiladi, ya'ni yangi texnologiyalarni bizga taqdim etadi. Qo'shimchasiga sun'iy intellekt yangi avlodi va One UI оболочкасының 7-seriyasini ham bizga taqdim qiladi. Yuqorida aytgan ma'lumotlarim qanchalik rost yoki yolg'onligini 22-yanvar kuni aniqlab olamiz. Siz uchun Samsung S25 bo'yicha tayyorlagan kichkina obzorimiz yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha